birgina gugurtni yoqish Namanganda hali 4 yoshga ham to'lishga ulgurmagan bolakayni oramizdan olib ketdi. Gap shundaki, 3 nafar voyaga yetmagan qarindoshlar yerto'laga tushib, o'tin va xashaklarni yoqishadi. Oqibatda esa yerto'lada yong'in sodir bo'ladi. Mazkur hodisa viloyatning Yangi Qo'rg'on tumanida joriy yilning 23-mart kuni yuz bergan. Yerto'lada olov ichida qolgan bolalarning 2 nafari 2021-yilda, yana biri esa 2017-yilda tug'ilgan. Rasmiy xabarda keltirilishicha, yerto'ladagi 2 nafar bolalar deraza orqali qutqarib qolinadi. Vafot etgan bolakayning jonsiz holatdagi tanasi esa bobosi tomonidan topiladi. Shifokorlarning yordami sabab 2 nafar bolaning hayoti saqlab qolingan. Tuman tibbiyot birlashmasining xulosasiga ko'ra, tirik qolgan 2 nafar bolalar yuz bo'yin, ikkala qo'l, oyoq, son qismlaridan kuyish jarohatini olgan. Marhumning vafotiga esa tananing 100% qismi 4-darajali kuyish oqibatida yuzaga kelganligi, tana qismlarida to'liq kuyish jarohati borligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan marhum bolaning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi, uning xonadonida sodir bo'lgan yong'in sababini aniqlash uchun yong'in texnikaviy ekspertizasi tayinlanib, tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Ming afsuski, marhum bolakayga 26-aprel kuni 4 yoshga to'lish nasib etmadi. Hurmatli ota-onalar, birinchi navbatda farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmang. Yerto'lalarning eshigini har doim qulf bilan yopib qo'ying. Yondiruvchi moslamalarni farzandlaringiz qo'li yetmaydigan joyda saqlang. Biz jarohatlangan bolalarni tezda sog'ayib ketishini tilaymiz. Yerto'lada yong'in natijasida vafot etgan marhumning yaqinlariga esa hamdardlik bildiramiz.